Ko'p biznesmenlarda reklama beraman, lekin sotuv men kutganday emas deyishadi. Lekin reklama berishdan oldin hech qanday strategiya va mijozni sotib olishgacha bo'lgan yo'lni tayyorlashmaydi. Prosta tak video kontent qilib, u orqali katta va qimmat sotuv qilishga urinishadi. Lekin mijozga uni e'tiborini tortish uchun kerakli va foydali narsa berishdan qizg'aniladi. Bu payt odamga qiymatli narsa beriladi. Misol keltiraman. Buni stomatolog misolida tushuntirib beraman. Agar men stomatolog bo'lganimda tishlaringizni tekinga chiska qilib beraman deb reklama bergan bo'lardim. Kelgan mijozga agar tishlar sarg'aygan bo'lsa, unga ko'p sigaret chekasizmi yoki ko'p kofe ichasizmi deb savol bergan bo'lardim. Ularni tishlarini sarg'ayganligini aytib, ularga qo'rquv berib, o'zimni oqartiruvchi tish pastamni sotgan bo'lardim. Ikkinchi kelgan mijozga siz yoshligingizda 1-2 taqqanmisiz deb savol bergan bo'lardim. Agar ham bo'lsa, vaqt o'tgan sari tishlaringiz yana qiyshayishni boshlabdi deb ularga tish to'g'irlovchi alaynerimni sotgan bo'lardim. Xulosa shuki, tekinga chiska berib, qolgan xizmatlarni qo'rquv orqali pulga sotildi.